Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz, bilag'on harakatdan to'xtamaydigan izlanuvchi o'quvchilar, kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? Darsni o'rganishga tayyormisiz? Qani unda qoida daftarlaringizni, lug'at daftarlaringizni, ko'k va qizil ruchkalaringizni olib, darsimizga shaylaning, chunki bugun sizlarga eng muhim mavzularimizdan birini o'tamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda present simple tense, ya'ni hozirgi oddiy zamonni o'tib tushuntirib beraman. Sizlarni o'zingizni bo'lmasa-da g'oyibona ko'rib turganimdan judayam xursandman. Kayfiyatimizni a'lo darajaga ko'tarib, darsimizni davom ettiramiz. Demak, hozirgi oddiy zamon. Hozirgi oddiy zamondan biz nima uchun foydalanamiz? Buni biz nimaga ishlatamiz? Bu zamon har doim takrorlanib turuvchi ish harakatlarga aytiladi. Present simple bu zamon doimiy, odatiy yoki takrorlanadigan ish harakatlarni ifodalaydi. Qachon ishlatiladi? Birinchisi bu odatlar haqida gapirayotganingizda, kun tartibingiz haqida gapirayotganingizda ishlatsangiz bo'ladi. Umumiy haqiqatlar haqida gapirayotganingizda, kun tartibingizni gapirayotganingizda bu sizga nimalar kiradi? Kun tartibimiz, doimiy uyg'onishimiz, ovqatlanishimiz, maktabga borishingiz, har doim takrorlanib turuvchi ish harakatlaringiz, kundalik odatlaringiz kirib ketadi. Ikkinchisi bu umumiy haqiqatlarga esa quyoshning chiqishi. Bu umumiy haqiqat. Suvni 100 gradusda qaynashi. Bu ham albatta umumiy haqiqat. Uchinchisi qachon ishlatamiz? Uchinchi qismi bu jadvallar, rejalar haqida gapirayotganimizda present simple tensedan foydalanamiz. Present simple ni darak shakli qanday yasaladi? E'tibor bering, darak shakli birinchi ega yoziladi. Egadan so'ng fe'l keladi. Agar egada uchinchi shaxs birlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni he, she, it kelsa birinchi, undan keyin kelgan fe'lga s yoki es qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, I get up at 6 o'clock. Men soat 6da uyg'onaman. Agar egani o'rnida he, she, it keladigan bo'lsa, quyidagicha bo'ladi. She gets up at 7 o'clock. U 7da uyg'onadi. Demak, subjektni o'rnida he, she, it kelsa, uchinchi shaxs birlikda fe'lning oxirgi harfiga qarab s yoki es qo'shimchasi qo'shiladi. Yokida ies qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, she washes the dishes every day. Qiz bola har kuni idishlarni yuvadi. Demak, egani o'rnida he, she, it kelsa, fe'lni oxiriga qarab, fe'lning oxiridagi harflariga qarab biz fe'lga s yoki es qo'shimchasini qo'shamiz. Inkor shakli qanday yasaladi? Inkor shakli egadan so'ng do yoki does ishlatiladi. Do yoki doesdan keyin not qo'shimchasini qo'shamiz va fe'lning birinchi shakli keladi. I, we, you, theyga nisbatan do not, don't ishlatiladi. He, she, itga nisbatan does not yoki doesn't foydalaniladi. Masalan, we don't play tennis. Biz tennis o'ynamaymiz. She doesn't eat fish. Qiz bola baliq yemaydi. So'roq shakli qanday yasaladi? So'roq shakli
Do bilan does egadan oldinga o'tadi. Do, does plus subject ega keladi. Egadan so'ng verb fe'l keladi. Fe'lning birinchi shakli. Nuqtalar o'rniga to'ldiruvchilarni qo'ysangiz bo'ladi. Eng oxirida so'roq shaklini qo'yamiz. Masalan, do you like eggs? Siz tuxumlarni yaxshi ko'rasizmi? Ha bo'lsa, yes I do. Yo'q bo'lsa, no I don't. Javob berganingizda siz so'roq shaklini nimadan boshlagan bo'lsangiz, ya'ni qaysi so'zdan boshlagan bo'lsangiz, javobingizda ham xuddi ana o'sha so'zlar bilan yakunlaysiz. Masalan, does Muhammad Amin go to school? Muhammad Amin maktabga boradimi? Ha bo'lsa, yes he does. Yo'q bo'lsa, no he doesn't. Does bilan boshladik so'roq shaklini va javobimizga does bilan yoki doesn't bilan yakunladik. Yuqorida darak shaklini yasayotganda egada he, she, it kelsa fe'lga s yoki es yoki ies qo'shimchasi qo'shiladi dedim. Bunda agar siz foydalanadigan fe'llaringizni oxirgi harflari double s, ya'ni ikkita s, sh, ch, x, o harflari bilan yoki o harflari bilan tugasa, unga es qo'shimchasini qo'shish orqali siz fe'lni yasaysiz. Masalan, he goes to school. U maktabga boradi, ya'ni o'g'il bola maktabga boradi. He bo'lgani uchun ham biz fe'lga es qo'shimchasini qo'shdik. Oxirgi harfiga qaraymiz. O harfi bilan tugadi va biz he bo'lganligi uchun, uchinchi shaxs bo'lganligi uchun ham es qo'shimchasini qo'shdik. Egani o'rnida he, she, it kelsa va fe'lning oxirgi harfi y harfi bilan yakunlansa va y harfidan oldin undosh harf keladigan bo'lsa, y I harfiga o'zgaradi va ies qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, fly uchmoq fe'li. Oxirgi harfi y harfi bilan yakunlandi. Y harfidan oldin undosh harf kelganligi uchun ham y I ga o'zgarib ies qo'shimchasi qo'shdi. Masalan, it flies. U uchadi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Savollaringiz bo'lsa, yana murojaat qilishingiz mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Present simple tense-ni keywords, kalit so'zlari bor. Kalit so'zlari usually, sometimes, always, never, ever va hokazo. Demak, kalit so'zlarini men sizga alohida yozib beraman. Savollaringiz bo'lsa, yana menga murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi darsimiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.